Hazreti Ömer Adil hacetxonaga kirsa, hacetxonada shaytonni ko'rgan ekanda, bir burchakda tiqilib o'tirgan ekanda, qo'lida qoshiq o'xshagan narsasi bor deydi. Shaytonning nima qilib o'tiribsan bu yerda desa, hacetxonaga bosh kiyimsiz kirganlarni boshidan bavil qilib hacetxonaga tupurganlarni tupugini yig'ib yuraman degan ekan. Nima qilasan yig'ib desa, umrini oxirigacha tupugini yig'aman. Dunyodan o'tar vaqtida inson chanqaydi. Chanqagan vaqtda suv talab qiladi. Suv talab qilganda mana suv bor, zamzam suv bor deb aldab, iymonni o'g'irlab, o'zini yiqqan tupugini yuziga sochaman degan ekan. Astagfirulloh. Astagfirullohal azim. Shuning uchun jamoat, ko'pchilik, yaxshilar hacetxonaga kirganda tupurmanglar. Sözlemengler, sigaret çekmengler mesela. Ayniqsa ballarımız, yigitlarimiz adasdan aysin bekletde tuvalette barib çekip oturadi. Tuvalet sigaret çekadigan joy emas. Tuvaletda nafaqat tez o'tirib, tez chiqib ketish kerak. O'tirib olib, sigaretni chekib, telefonni o'ynab o'tirmaslik kerak. Ota-onadan qo'rqib tuvaletda borib chekadigan yigitlarimiz